Xudo xolasa endi qo'y boqishni hammani har xil boqadi qo'ydi. Endi o'zimiz yo'nalishimiz haqida o'zimiz gapirib beramiz. Xudo xolasa shu 20-25 yildan shu sohadamiz. Shuning uchun ko'proq qo'chqorga moslangan bu. Xo'p, sog'liqlarga ham bo'laveradi. Endi ko'proq qo'chqorlar hali bir-birini urganlik uchun qisqaroq qilib 8 tadan 10 tadan hali qilganmiz. Endi zo'r bo'ladi. O'tgan yil ham shunaqa bo'ldi-da. O'tgan yil ham 1,8 million oldik. Onu 10 oy vaqt to'g'ri uzoqroq qildi-yu. 10 oy vaqt qildi. Hop, qancha foyda qildi? Nechta O'sha qo'ylar 5 million 400 ming so'mga to'g'ri keldi-da. Necha yildan beri qo'chqor boqasiz? Qo'chqorni ilgari sog'liq boqardik qo'lni. Aha. Hop, ilgari sog'liq boqardik. Hammasi bitta qo'rada turaveradi. Misol qo'chqorga o'sha bir-birini urmaydi-yu ular. 30-35 ta bitta qo'rada turaverardi. Hammasi bitta qo'rada turaveradi. Buni ham yomon bo'lmagan, u ham yaxshi. Endi bir 5-6 yildan biz qo'chqorga o'tib oldik. Qo'chqor yaxshi foyda qilyapti, xudo xolasa. Foydasi yaxshi. Uzoqroq turarkan, sog'liq qaraganda uzoqroq boqilarkan, lekin foydasi yaxshi bo'ladi. Mana qorin to'q tutgandan keyin yedirilaveradi mana. Bu semirtiradiganligisiga bu ovqatni ushlaydi oshqozonda. Oshqozonda mana hashmalarimiz bor, boshqalar, yergan qapalar. O drabiga chiqarib qo'shilgan. Somona qo'shib aralashtirib 900 so'mdan 1000 so'mdan tushadi rosa bo'lsa. 900 so'mdan 1000 so'mdan tushadi. Shunaqa tushadi. Bir boshinasi 2 million atrofida. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va bizni tasodifiy ko'rib endi obuna bo'laman deb turgan aka-ukalar, qo'yishqi bozori, chorva qo'ylarga qiziqadigan, chorvaga qiziqadigan aka-ukalarimiz. Akalar, bugun sizlar uchun inshaalloh foydali, manfaatli va eng muhimi chiroyli, foydali video qilamiz. Hamda zeriktirib qo'ymaymiz akalar, qo'ylarimizni bir tomosha qilib, chiroyli qilib videolarimizni ko'rasizlar degan umiddamiz akalar. Bugun xudo xolasa sizlar uchun qo'y boqish sirlari qilamiz. O'zimning videolarimda, olgan videolarimda hamma ma'lumotni dadamni o'zlaridan olib o'zim gapirardim akalar. Bugun xudo xolasa dadamni o'zlari bilan video qilamiz. Ya'ni men bilmagan ma'lumotni hammasini dadamlar o'zlaridan aytishga harakat qilamiz. Videomizni boshidan bittadan like, bittadan obuna tugmasini bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Bo'lmasa akalar biz boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hop, anchadan beri obbosan shu o'zini qilib bering. Tosh qo'y boqish haqida deb aytardi endi. Qo'ldan kelganicha endi o'zimiz yetkazib berishga harakat qilamiz xolos. Bosh o'g'ilchani qo'llab-quvvatlab turib, bittadan like, podpiska bosib qo'llab tursalaring hammalariga mana shunchalik qilyapmiz, xursandmiz xolos. Qo'ylarni bosh qo'ylarga kelganmiz mana. Uyimizda akalar qo'ylar, boquvda qo'ylarimiz. Mana bir partiya, o'li ikki partiya, bo'lib 3 partiya, endi buni bo'lib qo'yganimizki, tagiga sal bo'lib ishtalik bo'lganligi uchun tag yomon bo'lib ketyapti. O'sha o'zi bo'lib 9 ta bitta kattaroq qo'la qilingan. Hammasi ular bitta partiya kelgan. O'zi bitta partiya, hozir bir-birini urmaydi. Hop, haligi ham qilib, biroz tagi haligi bo'lib ketganligi uchun. Tagi akalar endi qishda ozgina tagi bo'lib ketgani uchun atay bo'lib qo'ydik buni. Xudo xolasa endi qo'y boqishni hammani har xil boqadi qo'ydi. Endi o'zimiz yo'nalishimiz haqida o'zimiz gapirib beramiz. Xudo xolasa shu 20-25 yildan shu sohadamiz. Shuning uchun ancha tajriba bor, xudo xolasa. Ha, xudo xolasa. Mana qo'ylarimiz. Uylarni qildi, joylarni qildi, mashinalarni oldi degan demak. Xudo xolasa kam bo'lganimiz yo'q. Hop, buni qo'ramizga kelsak, qo'ramizni birinchi yil baliq ish o'tgan yil qilganmiz. O'tgan yil bahor qilganmiz. Unda joyi ag'daydi. Hozir bu yangi qildik, xudo xolasa. Ko'proq qo'chqorga moslangan bu. Hop, sog'liqlarga ham bo'laveradi. Endi ko'proq qo'chqorlar hali bir-birini urganlik uchun qisqaroq qilib 8 tadan 10 tadan hali qilganmiz. 8 ta sig'adi ham. Mana kattaroq uchun qo'ylar katta bo'lgan sari 9 ta 10 ta sig'oradi beradi. Ularga ham maydaroqda sig'oradi. 10 ta normal mana buni yo'lagan qo'shilgan akalar, bu qo'ra kattaroq, eng yo'lagida hisob ham qo'shilgan bu joyga. Hop, qo'ylarimizga kelsa mana qo'ylar xudo xolasa efekti yaxshi. Hop, bular kelganiga hop qancha bo'ldi? 7 oycha bo'lib qoldi mo'ljalda. Endi bularga sal tegiroq olingan, mana bittasi. Ichida mana bitta oq. Bulosi ham boshqa partiya qo'y. Bulosi ham addelni. Bular katta sariqlar. Bular katta qoralar bir kelgan bular. Bitta olingan. Mana xudo xolasa hammasini hali hop issiq endi kelyapti. Mana mart oyi keldi. Xudo xolasa bir 15-20 kunlarda issiq bo'lsa xudo xolasa kunda bitta tashlaymiz. Hozir ham badani yaxshi emas, ammo yengilroq berildi.
Başlarga hozir mashina hop 9 tayu 23 ta qo'chqor bor. Ularga hozir yeb turgan yerni bir paqir makdaydi xolos. Hammasi. Bir paqir 23 ta qo'chqor. Bundan tashqari o'zini emas. Misol atfot narsa bor. Paxtani eng oxirgi atfoti. Uy arzonlar 1900 so'm atrofida tushadi. O'shanga kevak qo'shib, orqasidan bir paqir makka qo'shib beriladi. qaynagan yem dedi. Kuniga hech qanchadan tushmaydi. Endi demoqchimanki, hozir bir suyagi o'sadi, xudo xolasa o'chyapti, lekin badani ham yaxshi qo'yiladi. Qo'ylari ham yaxshi. Mana shu oq qo'ylar ham yaxshi, badani yaxshi. Yana xudo xolasa mana kunlar sipolar mart oyi keldi mana. Endi zo'r bo'ladi. O'tgan yil ham shunaqa bo'ldi-da, o'tgan yil ham 1.8 ming oldik. Uni 11 oy vaqt to'g'ri uzoqroq turdi-yu. 11 oy vaqt qildi. Hop, qancha foyda qildi? Nechta sotib O'sha qo'ylar 5 million 400 ming so'mga to'g'ri keldi-da. 5 million 400 dan sotildi hammasi. 5 million 400 mingdan sotdik. Endi uzoqroq vaqt qildi, 11 oy vaqt qildi-yu. Xudo xolasa effekt yaxshi bo'ldi demoqchi. O'shanga qiziq bir joylarni qildik mana. Qo'ylarimiz ham mana xudo xolasa uzunligi 19,5 metr. O'pshi qo'ra. O'pshi qo'ra uzunligi 19,5 metr. Aha. Buni ichkisi ichki tomoni. Aha, bunaqasi. Bunaqasi. Bunaqasi 9 bejarganda. O'shanga 330 qolgan. 330. Bunaqasi 2 metr. Eniga. Bunaqasiga 2 metr akalab qo'rani. O'shanga mana qo'shqarga zo'r bo'laverar ekan. Bir-birini haligi qilmasdan. Suzmaydi, boshqa qilmaydi. Xudo xolasa endi buni yozda spesialik qilamiz. Va ventilyator o'rnatib qo'yamiz. Buni ham foydasi yaxshi. Va buni yo'lagimiz va buni qirg'idan ikki o'xir, buni yo'lab qo'ygan mana edi. Buni 20 общий. Butun 120 ikkita qo'rani o'rnab qo'ygan. Qirg'idan buni yo'lagimiz qirg'i bu ham. Bemalol hajam solib yemini berib ariqsa bo'laveradi. O'tib yurgan bo'laveradi. Buni yo'lagimiz ham 1.10. Odam yuradigan. Ularni olib chiqishga ham endi to'g'ri haligi aravaga saraligroq. Arava lekin yuraveradi aka, 1.20 qilsalar ham bo'laveradi. 1.20 kattaroq qilsa yana yaxshi bo'ladi. Endi bizniki birinchi hali qilgani uchun buni ham hozir ham normal bular. Mana qo'ylar ham misol kelgan 2 oycha bo'ldi. Bularda ham yaxshi. Xudo xolasa yemishlar yaxshi. O'zgarish yaxshi bo'ladi. Dada endi o'zim bilgan narsalarni endi obunalar uchun sizdan so'rayman-da baribir. Necha yildan beri qo'chqor boqasiz? Qo'chqorni ilgari solo boqardik qo'lni. Aha. Hop, ilgari solo boqardik. Hammasi bitta qo'rada turaveradi. Misol qo'chqorga o'sha bir-birini urmaydi-yu ular. 30-35 ta bitta qo'rada turaveradi. Hammasi bitta qo'rada turaveradi. Buni ham yomon bo'lmagan, u ham yaxshi. Endi bir 5-6 yildan biz qo'chqorga o'tib oldik. Qo'chqor yaxshi foyda qilyapti, xudo xolasa. Foydasi yaxshi. Uzoqroq turar ekan, so'liq qaraganda uzoqroq boqilar ekan-ku. Lekin foydasi yaxshi bo'ladi. Mana mana qo'ylar keldi. Mana qo'ylar ham hammasi rangi zo'r qo'ylar. Sifatli lekin. Sifat zo'r. Mana qo'ylarni kelganiga ham 1,5 boy 2 oy bo'lib qoldi. Hozir bu qo'rada hammasi Qirg'izistonning qo'chqori, ha? Mana Bishkekdagi hammasi, rangi zo'r hammasi. Ular Bishkek liniyalari bor, mana shu qo'chqorlar mana. Qo'ylar. Qo'ylar gap to'g'risi o'sishi ham yaxshi bo'lyapti. Hammasi rangi bor qo'ylar. Yaxshi qo'ylar. Qiziqishga olingan qo'ylar ham juda ko'p ekanlar. Shu arashani yaxshi narsa olamiz. Sochishda ham yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Endi hammalar har xil yo'nalishi bor o'zi. Yo'nalishi bor. Kimdir arzonroq qo'ya olib qiladi, kimdir yaxshi qo'ya oladi. O'sha uchun endi o'zingiz haligi bo'lgancha yaxshi qo'yganmiz, xudo xolasa. Dada effekti ham yaxshi bo'lyapti. O'zgarish ham zo'r. Uylar hozir aytyapman, yeyib turgan yemi hech qancha emas bularda hozir. Mana mana shu patxon mana shu patxon. Paxtan atxodi bor. Atxodi bor mana shu narsa. Shunga misol o'tib turib, ikkita og'ir o'tamiz kerak. Kemaydi qo'shib. Hop, общий ham bir paqir ham ustiga solib. Yangisini qo'yib. Nargis yangi to'xti u ham effekt haligi. Endi to'g'ri buni o'zi quvvatli narsa-yu. Lekin qo'shimchasi bo'ladi, kevagi bo'ladi, dona bo'ladi. Bu hali qorin. Hajmi ko'p narsa. Bu ovqat ushlab turadi xolos bu. Mana. Qorin to'q tutgandan keyin yedirilaveradi mana. Bu semirtiradigan haligi ko'p ovqat ushlaydi oshqozonda. Orqasida mana hashmalarimiz bor, boshqalar, yergan qapalar. O drabiga chiqib qo'shilgan. Somona qo'shib aralashtirib. Bu hammasini aralashtirib o'shundan keyin asar qilinadi. Buni dada kilasi necha pul olganmiz? Arzon bu kilasi rosa 900 so'mdan 1000 so'mdan tushadi rosa bo'lsa. 900 so'mdan 1000 so'mdan tushadi. Shunaqa tushadi. Bir mashinasi 2 million atrofida. Bitta katta mashinada akada. Mashinada bosilgan 2 tonna 2,5 tonna shunaqa. U xotirjam olib Endi ketib bu tozaroq kelgani uchun o'zini ham yeyapti hozir. O'zi hasha bo'lmay qolgan paytda o'zida yengillatishga qo'ysa bo'laveradi. Hashat unda ham bersa bo'laveradi akalar. Ishlatsa ham bo'laveradi. Bu tozaroq akalar, bunga qaraganda buni changi yo'q mana. Buni ozgina changroq. Bu 700 so'mdan ekan akalar bu. O'shanga bosh yo'nalishda boqilyapti. Ertadan keyin xudo xolasa
Hop. Mana junni bitta bo'lib qo'ylardi. Bugün bitta olganimizdan keyin hop. Yemini kuchaytiramiz. Yemini qo'shib qo'yiladi. Hozirda qishda demak qo'y olsa, yemni bosib berish kerak yo'q. Yo'q. Endi sal nariroq beriladi. Ana Kamroq yengilroq berilaveradi. normali sovuq hisobi ham bor-ku. Aha. Endi joylar ham salaponlar to'sib qo'yilgan. Ha, iloji boricha issiqroq turishga harakat bo'ladi. O'raladi iloji boricha. Endi baribir katta qo'ra bo'lgandan keyin issiq bo'lmaydi. Normal holatda bo'laveradi. Shabadadan qordan asraydi ekan. Asraydi bo'lasidan. Xo'p. Baş yo'nalishda nima qilyapti? Xudoga shukr, haligi yomon bo'lgan, yo'q, effekti zo'r. Lekin qo'chqor to'g'ri, unaqa hali sog'liq qo'shib 3 oy to'g'ri va qilmaydi. Kam 6 oy, bo'lmasa 8 oy. 1 yilgacha boshlab. 1 yilgacha. Qirg'iz qo'ylarni olib kelamiz. Bular o'syapti. O'sishi zo'r bularni. Qirg'iz qo'yini tavsiya qilasiz, o'zimizning qo'ylardan ko'ra. Endi har kimda haligi endi joydori qo'yam, katta bo'lmaganimda kiloga yaxshi kelaveradi u qo'yam. O'zimizning qo'ylardan. Ha, uni ham misol bunaqa suyali katta bo'lmaydi, 50 gram bo'ladi-yu. Yaxshi semirsa kilosi zo'r bo'laveradi uni ham. Qirg'iz qo'ylari o'sadi. Hop, iloji boricha uzoqroq boqish tavsiya qilaman buni. Uzoqroq boqilsa, yaxshi effekt beradi. 6 oydan 1 yilgacha boqish tavsiya qilasiz. Kam oldi ya, 11 oy, 12 oy, 1 yilgacha-da. Unda o'tsa ham bo'lmaydi. Ya endi uzoq ketadi. Uzoq ketsa ham akalar chuntaga ziyon qilgan bo'ladi. O'zi semir bo'ladi, shu normal semir bo'ladi. Bu yoqda sovuqlar. Ular bozorda qo'yiladi mana ular. Bular sotiladigan qo'ylar. Ular sotiladigan variant akalar. Kelsa so'ramiz. Bor, o'sha chekkada yaxshi ina bola, o'shadan hali xohlasa eng chekkadagilar, katta o'ta gigant ina bolalar kelgan. Bu yerda arashallardagilar yig'ib qo'yganmiz, xudo xohlasa sizlarga. Endi video qilamiz hali. Bolalari ham mana quloqlari. Mana shu 15 kunlik qo'zi, mana sovuq qo'zi. Mana shu katta qo'y, mana shu onasini bo'yi 90 mana shu qo'y. Mana. Narigilari ham zo'r. Bolalari ular katta qo'chqor. Ikkita sog'lig'i nihoyat toza qo'ylar. Shu yerga o'ta katta qo'ylar. Zo'rdan. Bular hali xudo xolasa sotuvga chiqaramiz buni. Hali video qilganimiz yo'q. Bu videoga aloqasi yo'q ekanlar bularni, endi aytib qo'yapsiz xolos. Ha, bular hali chiqaramiz. Xudo xolasa. Mana shu qo'chqorlarimiz shu mana. Dada qo'chqor olishda endi kimdir internetda oladi, kimdir bozorda oladi-da. Bozordan olganda qanaqa qo'chqor olishni tavsiya qilasiz? Nimasiga e'tibor bersin? E'tibor beradigan tomoni endi o'zimizdan kelishib aytamiz. O'zimiz siz qanaqa qo'y olasiz mana masalan? O'zim misol mana shunaqa yaxshi qo'y olaman. Mana hammasini ko'rsatdim mana. Sifati Hammasi zo'r. Bishkek qo'ylari. Rangi ham, uzunligi ham yaxshi. O'zimda haligimda endi o'zim hali qilyapman. Yo'nalishingiz endi baribir. Har kim yo'nalishi bor. Bundaqa toza narsalar mana hammasi misol rangi zo'r. Yangi yaxshi narsa endi baribir sifatli bo'lgandan keyin to'g'ri go'sht yo'nalishiga to'g'ri kelmasa ham zot yo'nalishiga yaxshi. Tortib ketadi baribir. Ha, go'sht yo'nalishiga ham baribir nima deydi? Yaxshi katta bo'lgandan keyin zot bor narsa baribir yaxshi katta bo'ladi. Shuni ham hisobga olish kerak. Endi har kimning ko'ngli o'zimizdaligimizda. Asosan shu oyoq qo'l uzun, sifati yaxshi. Bular haligisida go'sht yo'nalishida. Hop, mana bu yerda dona qo'yimiz bor. Mana bular rosa qanday qo'yapsiz qo'ylarni? Bular o'sadigan o'sha ya qirg'iz qo'yi yoki jaydorroq qo'ylar. Ha, talasiz qo'yibdi-da ular. Tabiat pishkirdi bular. Mana qo'ylar ham hozir zo'r qanday qo'yapti. Hozir o'sha yetadi, rosa jo'naligi bo'lgan. Bu undaqa toza haligi qo'ylar, go'sht yo'nalishida bular. Asosan go'shtga zotdan ko'ra. Lekin mana oqlarim yo'q, ular yaxshi ham bor ular ichida ham. Endi mana buni qo'ylar, misol juni xo'nik mana. Juni xo'niku, lekin go'sht haligisida zo'r bo'ladi bular ham. Tanasi katta qo'ylar. Gavdasi katta go'sht haqiqatan. Bosh qo'ylarni kelganiga ham 2 oy bo'ldi, zo'r. Endi hozir buni pullar haligisiga mana shu qo'ylar to'lib beradi. Bosh qo'ylarda xudo xolasa 2 oy 3 oy bo'lib qoldi kelganiga. Ular ham turadi buni. Mana mart oyidagi junni olganimizdan keyin, undan kun isigandan keyin qo'ydi o'zi hech qancha boqilmaydi undan avval. Kunda isigan hisobiga ham yaxshi o'zgaraveradi. Kimda qishda yoz nima bahorda qo'shilsa bo'laveradi ustiga. Qo'shiladi. Junni olgandan keyin iloji qo'shiladi bu. Yeb qo'shilgandan keyin qo'ylar bir tozalanadi, junni olib, o'zgarish ag'ada qishda bo'lsa 4 oy boqsangiz, buni mart oyidagi junni olib 1 oy boqsangiz o'sha narxini beraveradi. Yaxshi o'zgaradi mart oyida. Kunda isiganda junni olgandan keyin. Mana bosh qo'ylar ham. Bularlar zotga olganmiz endi. Bosh qo'ylar yaxshi qo'ylar, dumbalari. Dumbali qo'ylar mana, ular ham yaxshi hammasi. Bular arzonroq kelgan bosh qo'ylar ham. Kelganiga ancha bo'lib qoldi ham. Bular aligroq deydi, mana qo'yimiz ozgina oyoq og'rib qolibdi, yuqori qilamiz bunga. Bosh qo'yimiz, oq qo'yimizni. Oyoq og'rib qolibdi, ayoldan yuqori qo'yib dorisini bitib ko'rsangiz, o'sha qoladi oyoq og'rig'i ham.
Bu tuzolmash kerak, lekin tagiga ham e'tibor berish kerak bu tagiga. Qo'yib boqish. Tagi nam bo'lsa, bu shamollash, tuyoq shamollashi juda chataq bo'ladi. Oyoq chirishi. Tuyoq chirish bo'ladi. Bir-biriga o'tish nihoyat tez bo'ladi. O'shaning uchun oldini olib, ertaroq harakat qilgan yaxshi. Endi buni qo'ydi, xayoldan ko'tarib qo'yib, xudo xolasa shu bugunda o'tmaydi. Shu bugun qilib qo'yamiz haligisini. Vaksinatsiya qilinadi. Vaksinatsiya qilib qo'ysa yaxshi. Endi bir-biriga endi bu tagi ham yaxshi bo'lib qoldi. Kunlar buni ko'ramiz, buni kunga haligi bo'lganligi uchun hop, ali hafta o'tgandan keyin meniga tagi qurishni boshlaydi. O'sha buni plyonkalardan bosib qo'ydik. Shaboda aylanish bo'lgandan keyin tagi unchalik hali bo'lmayo yaxshi hozir. Tagi qo'lib bo'lib ketgani yo'q akada, Bo'lib yaxshi. ketgani yo'q. Normal holat. Endi bu holatda bo'laveradi. Hali kach bo'lsa tuyoq chirish bo'ladi. Unda qiynab qo'yadi. Bir-biriga o'tish nihoyat tez bo'ladi. Bir-biriga o'tib ketaveradi. Ha, tez o'tadi. Bitta bo'lsa bittasi 5 ta 10 ta bo'lib juda hali qiynalib qoladi odam. Haligi yuqumli hayvon boqishdan ko'nish bo'lib ketadi. Degan qo'ylardagilar sog'ligiga alohida ahamiyat berib turinglar akada. Ularda boshida o'sha ukar dorisi qilinadi. Keyinda. Bir marta qilib hafta yana 15 kundan keyin hafta yana bitta qilinadi bular. Hop, shu endi biz o'zimiz yo'nalishimizda uni ha deb hali qilinmaydi. O'sha ukolni olib yetkazamiz 2 marta boshida 15 farqi bilan. Jang kelganda. Ha deb bitta narsa tiqolish ham kerak yo'qdi. O'zi normal o'sha bilan haligi bo'laveradi. Bittami qilamiz. Hop, shu endi qo'ldan kelgani shu endi mana. Yaxshi xudo xolasa, qo'ylarni o'zgarishi zo'r. Qo'y boqish qiyinchiligi yo'q. Yo'q, hech qanaqa bir mehnati yo'q. Misol, hop, nima deydi? Yetgan bir qarab qo'yiladi. Shu bilan yotadi. Abitda ham hech narsa bermaymiz biz. Kimdirlar misol abitda hashagini beradi. Biz unaqa qilmaymiz. Ertalab yemini yeb bo'lgandan keyin orqasidan hashagini beramiz. Shu drabirkada chiqqan hashagini. Ketmagan yem siraz, hashak siraz suv kerak. Shu bilan shom paytida yetaveradi ular. Shom paytida yana o'sha yem, o'sha hafta o'sha yemini yeydi. Orqasidan hashak yeydi, orqasidan suvini ichadi bo'ldi. Unaqa qiyinchiligi yo'q. Bir kundan keyin kelsa ikki mahal qaraymiz. Kimdir 3 mahal qaraydi. Kimdirlar selos beradi. Biz selos berganimiz yo'q. Har kim yo'nalishi bor. O'zimiz yo'nalishda bosh yemek yaxshi bo'lyapti. Qahtan atqida bo'lmasa kerak, silovlar ham bo'laradi. U ham arzoni baribir. Har bir mashqlar ham misol zo'r o'zgarish bor. O'ta o'tyapti hozir bular. Mana yaxshi. Yaxshi effekt, xudo xolasa, yaxshi baraka topyapmiz. Shu yo'nalishga o'tib oldik, mana shu qo'chqor boqishga. Hop, 20 yildan beri orqasidan yomon bo'lganimiz yo'q. Bu qo'chqorga o'tgan 5-6 yil bo'ldi. Buni foydasi zo'r ekan. Qo'y boqishda foydasi katta. Foydasi. Orzu olingan qo'ylar, misol uni narxini aytadigan bo'lsam, mana shu qo'ylar 2 million 200 ming so'mdan olingan. Hop, narigilar 28 dan olingan. Uni 3 tasi bitta olingan, 28 dan bosh qo'ylar. Buni oxirlari ilgariroq kelgan, o'sha 22 dan 4 qo'ydan 3 ta 4 ta qoldi. Bunlar akalar, buni vodka bo'lgancha mollar ichi bantraga akalar. Mana katta qora qo'yimiz bor. Bu ham ichi balandroq olingan, o'ta uzun qo'y. Bular o'sha 28 yillar, shu yerga mana qora. Bitta yo'l olingan. Mana bitta qorasi, bu bitta qorasi, bitta sari, uchalasi bitta olingan. To'raylik, 5 oylik atrof qo'l qo'zi bo'lgan akalar bular. Kelganda hozir ham qo'zi bular, ish ko'rmagan. Mana shu katta qo'yam hali qo'zi bu, ish ko'rmagan. Mana hali o'sishini qarang, nihoyatda qirg'iz qo'y juda katta bo'lib ketyapti shu. Mana akalar, lekin zoti o'ta zo'r akalar. Buni yaxshi. Keyin kelganda ham o'ta ko'p ish qog'ozi bo'lgan, uni bermaganmiz, o'zimiz boqamiz. Katta olib qo'ydi sherik o'sha. O'sha bilan bittasi mana buni dumbaylik qo'y, mana 3 ta qoldi qo'ydan. Bittasi mana shu. Endi mana quloq o'zini 23 sm chiqib qo'ydi. Mana akalar. Hali ham bu ham qo'zi. Zotkani Zot yo'nalishi bo'yicha bu ham. Hali qo'zi bu ham hech chiqmagan. Quloqlarni qarab ko'rsating. 23 sm quloq. Haqiqiy. Zoti bor narsa bekorga zoti bo'lmas ekan-da. Qancha yaxshi o'sadi. Iliklari ham bitta baqib. Jeylar qo'ydan ko'ra yaxshi o'zgarishi zo'r akalar. Yaxshi xudo xolasa, hammasi effekti yaxshi. Yaxshi yapamiz. Xudo xolasa. Akalar tushunmagan savollaringiz bo'lsa, boshqa bo'lsa, kommentariyga yozib qo'yinglar. Xudo xolasa iloji boricha javob berishga harakat qilamiz. Yani telefon nomer qo'ymaganimiz sababi akalar ozgina nima deydi? Bozorda bo'ladi, boshqa bo'ladi akalar, vaqtdan bo'lmasligi mumkin. Oldin o'zi so'raymiz. Kommentariya yozib qo'ysalaring, hamma savollaringizga javob beramiz xudo xolasa. Bugunga hozircha shu ma'lumotlar akalar. Sog' va salomat bo'linglar. Foydali deb hisoblasangiz like bosib, kanalimizga obuna bo'lasiz. Odam kam bo'lmaydi, xudo xolasa yaxshi. Yaxshi barakatli bu jannatdan chiqqan narsa-da bu hayvon. Qarasangiz, misol qaraysizga zo'r. Bu yaxshi baraka topaverasiz. Hayvon boqqan odam xudo xolasa bo'lmaydi. Qo'yda baraka deydi, mana o'zimiz ko'rib turibmiz. Barakaligini xudo xolasa yaxshi, yomon bo'lmay yo'q. Shuni orqasida aytdim, mana qo'ylarni qildi, uchastka qildik, boshqa oldi deganday. Yomon bo'lganimiz yo'q.
Yana davom etyapti, xudo xolasa. Yana davom etkazaveramiz. Bundan keyin mana o'g'ilchalar kelajak. Shularimiz biz o'zimiz dada ota kasb bo'lganligi uchun yana farzandlarimiz xudo xolasa mana shu yo'lda ketyapti mana shu yo'nalishda. Xudo xolasa buni boqqan odam kam bo'lmaydi. Yaxshi baraka topaveradi. Bunga qaraysiz, bu misol aytyapman-ku, yaxshi baraka topaveradi. Mana endi obunachilar qo'ldan kelgan shu narsalarga yetkazib berishga harakat qildik. Mana shu Obbosan o'g'ilchani qo'llab-quvvatlab olib tursalaring, ishni rivojda sizlarga bo'lsa, sizlarga xursand bo'lardik. Mana shu xudo xolasa hammalaringga rahmat. Akalar, Kamchiliklar bo'lsa, qo'laydigan narsalar bo'lsa, yetkazib beraveramiz qo'ldan kelganicha. xudo xolasa akalar telefon qilaverasizlar. Telefon nomeri bo'ladi, qo'ldan kelganicha yetkazib beraveramiz. Vaqtimiz boricha telefonni ko'tarmadi. Ulardagi haligi bo'lmasin, negativ yozilmasin. Misol yaxshi haligilar bo'ldi mana. Aytyapman mana shu. O'zi ma'lumotlar to'liq aytib berdik akalar. Xudo xolasa. Ba'zi Buni mehnati yo'q, tashti yo'q. Ertaman bir mahal kechqurun bir mahal qarab qo'ysa bo'ldi. Xudo xolasa. Qo'shimcha daromad akalar bu. Daromad yaxshi mana, yomon bo'lgani yo'q. Barakasini bersin. Mana ko'ryapsizlar YouTube'da ham hayvon boqqanlar, qo'y boqishlarni ham chiqarishyapti. Hammasi ham mana qo'ylar qo'roqlar qilishyapti, qo'yni ko'paytirishyapti. Yaxshi qaralsa bo'ldi. Halol ishlab halolalik qilinsa, Xudo barakasini beraveradi. Hammamiz chorvamizga Alloh taolo barakasini bersin. Hammaning qo'yida uyida shunday minglab qo'ylar boqish nasib, yaxshi qo'ylar boqish nasib. Hammamizga ham nasib. Sonni ko'paytirish. Sog' va salomat bo'ling akalar.